Assalomu alaykum hammaga. Men bitta gapni aytaman deb har doim video yozaman deb esimdan chiqadi. Hozir shu gap esimga tushib ketdi. Mana 2 yildan beri Instagram, YouTube ishlatib kelayotgan bo'lsam, shunda ko'ryapmanki, itga o'xshaydigan odamlar ham bor ekan. Qanaqa deyishingiz mumkin? Itni misol uchun qorni to'ysa ham, och bo'lsa ham, o'zini ichidagi narsani og'zi bilan qusib chiqarib, qayt qilganini yana yeydi. Bu demoqchi bo'lganim, kimgadir kanaliga podpiska bosib, o'ziga podpiska bo'lgandan keyin podpiskasidan chiqib keladigan itlar bor ekan. Ana shu itlar meni ko'rayotgan bo'lsa aytamanki, boshqa meni kanalimga a'zo bo'lma. Men seni inson deb o'zi seni kanalingga a'zo bo'ldim. Kanalingda hech balo yo'q. Faqat rasm qo'yibsan glavniy profilingda. Unaqa insonlarni men itga o'xshatishim sababi, it ham unday qilmaydi. Kimgadir yaxshilik qilsangiz oxirigacha qilish kerak degan maqolni itlar ham biladi. Egasiga vafodor, unga yaxshilik qilgan odamni qopib olmaydi. Lekin afsuski, lichkaga kirib yana aqlli gaplarni gapiryapti shunaqa insonlar. Bu videoing unaqa, mana bu videoing unaqa. Men uni lichkasiga kirib bir marta yozdim, boshqa yozmadim. Sen agar qo'lingga kelsa, kameraga qarab gapir. Mana shu videoingni qancha odam ko'rishini o'ylab ko'r. Gapingni o'ylab, gapirishni o'ylab ko'r dedim. U yana qandaydir ahmoqona gaplarni yozdi. Endi men shunga aytadigan gapim, o'zing videoga olmasang ham oynakka qarab turib, ko'zguga o'zing bilan o'zing mashq qil. Ana shunda seni videolaring kanaling rivojlanishiga o'zingga o'zing hissa qo'shgan bo'lasan. Videoda gapirish ham, internetga video joylash ham juda ham katta ish emas. U faqat shu ishni qilib ko'rmagan insonlar uchun katta ish bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsani har doim qilishlik, yillar davomida qilishlik, mana shu insonga chot emas. Meni aybga buyurmaysizlar, hozir uy sharoitida ham o'zim video olyapman. Ya'ni studiyam ochilishigacha ozgina sabr qilishim kerak. Ya'ni studiyaga ketadigan narsalar menda hammasini joy-joyida. Ya'ni bitta ikkita do'stlarim meni lichkamga yozibdi. Sen Rossiyada payti studiyada qayerlardadir videoga olarding deyapti. Men aytdim, yo'q, u yerda ham videoga uyda olardim dedim. Ya'ni tinchroq joy bo'lsa, inson bitta video olish uchun tinchroq joy va telefonni, mikrofoni, kamerasi yaxshi ishlashi kerak deb o'ylayman. Ya'ni kanal rivojlangandan keyin, podpisчиклар, prosmotr oshgandan keyin yaxshiroq bir tinchroq joy topib rivojlansa bo'ladi deb o'ylayman. Hamma narsani birdan qilish iloji yo'q. Hamma narsa sekin-astalik bilan bo'ladi deb o'ylayman. Meni ham xudo xolasa shu yil kuz fasliga yoki yoz oyiga rejalashtiryapman studiyamni qaysidir joydan qilishga. Endi studiya uchun qandaydir bir shahardan yoki shahardan chekkadan bo'lishi kerak deyapti. Men bu yerda Xorazmda gaplashdim, Urganch shahrida. Ikkita studiyada. Menga aytishyapti, sen studiyani arendaga ol, tinchroq va chekkaroq joydan ol deyapti. Shavqin bo'ladigan joydan olsang, na ovoz yozib bilasan, na videoga ola olasan. Sababi kimdir ovozi seni videoga xalaqit berishi mumkin, shavqini juda ham ko'p deyapti. Men mayli dedim. Shunga xudo xolasa rejalashtiryapman. Ya'ni meni kanalimdagi video nima haqida? Mana hamma narsa haqida. Bitta do'stim, sen kanaling Abdulhamid deb ochilgan.
lekin isming boshqacha-ku deydi. Men o'zim o'zgartirdim. Endi qonuniy tomonlama, hujjat tomonlama ikkinchi o'rindagi narsa deb o'ylayman. Ya'ni tan olishni xohlamaydigan bezbet insonlarga men o'zimni oqlab bunaqa deb o'tirmayman. Chunki bezbet insonlarga bir narsani tushuntirish qiyin. Har kimning o'zini xohishi, tanlagan yo'li bo'ladi. Uni misol uchun o'zgartiraman deb ahmoq inson harakat qiladi. Buni misol qiladigan bo'lsam, men to'lqinga qarshi turaman, daryoni suvini orqasiga qaytarib yuboraman deydigan bitta ahmoqlar bo'ladi. Endi men bu gap bilan men daryoman demayman. Men aytmoqchi bo'lganim, dunyoda shunday insonlar borki, hamma insonni bitta insonni fikriga qanoat qilib bo'lmaydi. Aqlli inson fikrini o'zgartiradi, atrof muhitga qarab harakat qiladi. Ahmoq inson o'zini fikrida yuradi va o'tmishdagi fikrini hech qachon o'zgartirmaslikka harakat qiladi va hech narsani tan olmaslikka harakat qiladi. Va mana shu inson hech kim tan olmagandan keyin uni ham hech kim tan olmaydi. U inson tarixda dog' qoldiradi. Dog' qoldirish darajasiga ham bora olmaydi. Tarix axlatxonasiga ketadi. Tarixda faqat aqlli va mehnatkash, nutqi yaxshi insonlar qoldiradi iz. Ahmoq insonlar esa tarix axlatxonasiga ketadi. Sizlarga Xudo xolasa keyingi videolarimda ham yaxshi maslahat va nutqlardan gapirishga harakat qilaman. Keyingi videolarimni kuzatib boringlar. Mana shu videom haqida fikringizni kommentariyga yozib qoling, like bosing va do'stlaringizga ulashing. Sizlarning fikringizni kommentariyada kutib qolaman.